Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bizda bitta masala, o'zi bitta ma'lumot, lekin bir-biriga o'xshamaganligi uchun VPR, Prasмотр X, indeks poisk ishlamayapti. Mana bu yerda mana Andijon Saxovat MFYda yozilganda oldiga bitta probel qo'yilgan yoki mana bunaqa e, o'zbekcha harfda O, G larga qo'yiladigan belgisi har xil qo'yilgan. Asosiyda boshqacha, ya'ni to'g'risida boshqacha qo'yilgan, ruchnoy yozilganda boshqacha qo'yilgan. Xo'p, buni topishda yo'li bor. Ruchnoy ko'pi ruchnoy qiladi buni. Endi biz nimada hozir 436 ta 433 ta MFYda birma-bir ko'rib chiqqani juda ko'p vaqtimiz ketib qoladi. Ungacha farzandlarimiz ham katta ketib qoladi. Nima qilamiz? Microsoft'da o'zini dasturi bor, Fuzzy Lookup degan, четкое нахождение. O'zbekchada shu o'xshamaganlar to'p beradi. Microsoft'da kiramiz saytiga. Bu saytni men video tagida qoldiraman. Bu faqat ingliz tilida. Men o'zim ham ingliz tilini bilmayman. Cho'chimanglar. Ishlatish juda oson. Ko'chirasizlar. Ko'chirgandan keyin mana ochadi, ko'chiriladi. Показать в папке qilamiz va buni 2 marta bosib установка qilamiz. Установка qilish qiyin emas. Install. Rozilik bildirasiz, ya'ni install bo'ldi mana. Open install folder shart emas. Papkasini ochib beradi xolos. Finish bo'ldi. Endi Excelga kiramiz. Excelga kirganimizda razработчик bo'limiga kiramiz. Sizlarda agar razработчик bo'limi bo'lmasa, mana bu yerda mana bu strelkaga bosib, другие komandaga bosamiz, настроить lentuga kirib, ma'dan razработчикka галочка qo'yib, belgi qo'yib, OK'ni bosamiz. Mana razработчик bo'limi ochildi. Bunga kirib настройки.com ga kiramizda, mana Fuzzy Lookup'ni o'zi sразу Excel'da ochganinglarda so'raydi. Men 2-3 marta ochib yopganligim uchun Fuzzy Lookup'ni установка qilib o'chirganim uchun mana shunday bo'lyapti. OK'ni bosamiz. Men paydo bo'lmadi, chunki men bunday qilib keyin yana boshqatdan yoqib yuborishim kerak. Mana. Endi buni bitta konkret sharti bor. Nima deydi? Sinalayotgan deyman mana. İzlayotgan ma'lumotlarimiz qayerdan izlayapmiz va nimani izlayapmiz? Bularda dinamический tablitsa qilish kerak. Ya'ni formatировать как таблицу. Unday tablitsa qilishimiz kerak. Xo'p, jadvalimizga turamiz, Ctrl T deb bosamiz. OK deb bosamiz. Bunisiga ham Ctrl T, OK. Endi bizda уже nomlari paydo bo'lib qoldi. Buni o'zgartirish shart emas, vaqtni ketkizib любой bir jadvalga turamizda Fuzzy Lookup'ni bosamiz. Bosganimizdan keyin mana bir dona o'zi knopkasi bor. Chaqiramiz. O'zi tayyor tablitsalarni ko'rib oldi. Boshqa tablitsa yo'qligi uchun va o'zi sразу mana qaysini nima bilan solishtirishni ham tushunib oldi. Tushunmagan bo'lsa, misol uchun mana bu ahvol bo'lsa, biz aytamiz. Mana birinchi shahar bilan shaharda tenglashtir deymiz. Mana bu knopkasini bosamiz. Keyin MFY bilan MFYni tenglashtir deymiz. Mana. Oxirida mana olib chiqadi. Nimani olib chiqay deyapti? Birinchi tablitsani tuman shaharini olib chiqadi va ikkinchi tablitsani tumani kerak emas, chunki ikkosini tumani bir xil. Hozir meni holatimda. Faqat MFY nomini olib chiq deymiz. Mana Fuzzy Lookup Similarity degani Similarity. Bu hali necha foizga o'xshadi, necha foizga o'xshamadi, shunaqasini olib tashlasak bo'laveradi. Endi mana bu yerda bu sootnosheniyasi mana Saxovat MF'ga, mana yerdagi Saxovat MF'ga necha foiz o'xshasin deyapti. Примерно biz deylik mana 60% da qo'yaylik. Tavsiya qilaman, mana shuni polniy o'zingizlar xohlaganingizlarcha qilib o'ynab ko'ringlar mana shu bo'yicha. Har xil chiqarib ko'ringlar natijani. Endi biz bironta kerakli joyga bizga qayerga jadval, mana jadvalda hozir bu yoqqa olib o'tadi-da bu. Olib o'tganda qayerdan boshlab ma'lumotlar qo'yilishini prosta katagini belgilab qo'yishimiz kerak. Ya'ni aktivniy yechekani belgilashimiz kerak katagida. Men mana yoqqa bosaman mana M3 ga va Go deb bosaman. Ketdi. 345 407 ta совпадение topib beribdi. Bu juda yaxshi. Ruchnoy qilgandan qolgan ruchnoy qilib yuboraman, jab bo'lmasa. Mana Saxovatga Saxovat MF'da olib chiqib berdi. Al-Buxoriyga Buxoriy, Ahmad Yasaviyga. Mana ko'ryapsizlarmi? Chiziqcha bor ekan. VPR buni eplolmasdi. Buni eplash uchun men
Ahmad Yasaviyni orasiga yulduzcha qo'yishim kerak yoki mana bunaqa so'roq belgisini qo'yishim kerak. Mana bu do'stlik. Imенно Andijonda do'stligini olib berdimi yoki boshqami degan savollarga yana javob beraman. Mana ikkinchi tablitsasini ham qo'shib, yana go ni bossam ustiga chiqarib beradi-da. Mana 374 ta bo'ldi endi. Ana Andijonda do'stligini olib berdi. Boshqasini emas. Molarda ruchni qarab qo'yaman. Balki umuman yo'qdir MFda nomi. Mana Andijon tuman Bog'oziy degan, bu yerda Andijon tuman Bog'ozi mana. Andijon tuman Bobur MFda, bu yerda Andijon shaharda ekan. Mashaqalarda tekshirib qo'yiladi. Andijon tuman mana Duldur MFni Sharxon tumanida Andijon deb qo'yibdi. Mashaqalarda mana daryo bo'yi. Yana ham kuchliroq qilib yana boshiga turamiz. Go ni bosamiz. Mana 350 bitdi. 437 dan 350 bitdi. Eskisini ustiga qo'yganligi uchun ham shunaqa ahvol. Biz endi eskisini o'chirib yuboramiz. Let's go. Mana. Qani endi Andijon. Hammasi Andijon. Mana u yana. Andijon chiqdi. Uje Sharxon. Mana u Sharxon chiqib qolyapti. Mana Andijon chiqdi Sharxon. İşimize 70%'ni qilib berdi. Qolgan 30%'i bitta qator tekshirib, o'zimiz ruchnoy borishimiz qoldi xolos. Endi menda ma'lumotlar o'ta chalkash bo'lganligi uchun ham menga bu rezultat juda ma'qul keladi. Chunki mashlarda ham men ruchnoy kiritishim kerak edi. Sizlarda balki ma'lumotlaringlar yana ham tozaroq bo'lsa, unda bu juda ham zo'r ishlaydi. YouTube kanalimizni kuzatishda davom ettiring. Izohlarda o'zingizlarni qiziqtirgan mavzularda yozib boringlar. Biz o'sha mavzular bo'yicha video qilishga harakat qilamiz. Reaksiya qoldiringlar. Yoqdi, yoqmadi. Boringlarga shukr, rahmat, salomat bo'linglar.